Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Andijonda Paxtabodda navbatdagi ishimizni yakunladik. Kimgadir shunaqa ishlar qiziq bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narxda boraveramiz. Bu yerga bitta 120 litrlik qozon, bu yerga 60 talik qozon, bu yerda bitta samovar, yonida bitta 30 talik qozoni. Buni yonida bitta universal gaz plita. Bu yerda tandir. Bu tomonida istalishli stoli, rабочий stoli. Shu yerga 700 ta lisovka g'ish ketdi fasadiga, 12 kvadrat kafel. Ichiga 1000 ta cho'rnovoy g'ish ketgan. Kimgadir qiziq bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narxda boraveramiz. Hozirgi kunda narxi tochkasi 1,5 million. Alisher mana yoqib qo'ychi, bitta naqa bilan qog'oz bilan ko'raylikchi. Sinov tariqasida yoqib qo'yganmiz ozginadan. Tortishni ko'rsatamiz dedik, kichkina qog'oz ham topilmadi. Mana tortishlari holati zo'r. Bunisiga ham olsin.